Yomon ko'rasizmi? G'iybat qilmang degan Abu Hamid G'azzoliy aytadilar. Bir g'iybat qilmoqlik 100 zinodan yomondir deydilar. Bir marta g'iybat qilgan odam 100 zinodan yomondir. Palonchi anaqa ekan, palonchi bunaqa ekan, palonchi unaqa ekan, tugunchi bunaqa ekan. Agar sen aytayotgan gaping to'g'ri bo'lganda ham sen aytayotgan gapingga u yetalmadi hali birodar. Ana shu holatda g'iybat qilib o'tiribsan, bir odamni undoq ekan deyapsan, chaynayapsan. Shu chaynayotgan holatingda hech kim yetalmaydi senga gunohda. Eng iflos odam o'zingsan birodar, bilib qo'y. G'iybat qildimi birov, tur ket etdan, yaxshilik yo'q etdan. Nechun aroq ichsa qochasan, zino qilsa qochasan, g'iybat qilsa o'tirasan. Tur o'rningdan ketmoqmi? G'iybat iflos narsa.